sudak ovlash uchun sun'iy xo'rakni tayinlash. Rezinka kerak bo'ladi. Ikki xoladan oldim. Bir shunaqa quruchoq kerak bo'ladi. 22 grammlik qo'rg'oshin. Bu yana qalmog'inglarning testiga qarab o'zingiz to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Kimga qaysi qo'rg'oshin qulay bo'lsa. Утка в небо, слышь, пальба вдалеке. Меткий глаз, удача в твердой руке. Мне видать лишь стволы в камышах. На охоте мои кореша. Я рванул из городской суеты в небольшую деревеньку Мосты. Погостить у друзей пару дней, погонять с Егорычем голубей, поохотиться на утку всерьез, порыбачить на пруду моих грез и с компахой посидеть до утра, под гитару песни петь у костра. Mana shu ko'rinishda tayyor bo'ldi. O'tkir tig'li quruchog'imiz. Sudak balig'ini o'rash uchun tayyor. Sudak balig'ini rezinka yordamida, ya'ni sun'iy xo'rak yordamida birinchi marta ovlab ko'rmoqchiman. Shunga bu videoda rezinkani quruchog'ga o'rnatish va qo'rg'oshinni quruchog'ga o'rnatish jarayonida xato kamchiliklar bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, hech kim xatosiz yoki kamchiliklarsiz o'rganmaydi. Boshlanish jarayonida hammada shunaqa bo'lishi mumkin. Kelgusida, ya'ni 1-2 ovga chiqib kelgandan keyin o'ylayman bu xatolar ancha kamayadi. Ko'proq qancha tajriba bo'lsa, tajribada ko'rib, buyog'iga qo'lam o'rganadi, ko'zam pishadi. Keyingi videolarda o'sha sudak ovlagan jarayonlarim bilan birga qo'yaman. Boshlanishiga mana shu holatda o'ylaymanki bo'ladi. Bu usulda hozirgi tayyorlagan montajimda jerix ovlayman. Mana shu ko'rinishda montajim tayyor bo'ldi. Mana endi hozir yana takrorlab ko'raman yangi rezinkaga. Bu safar уже ancha osonroq bo'ldi. O'ylaymanki, bundan oldingisiga qaraganda quruchog'im yaxshi taqildi. O'zimga yoqdi ko'proq. Утка в небо, слышь, пальба вдалеке. Меткий глаз, удача в твердой руке. Мне видать лишь стволы в камышах. На охоте мои кореша. Я рванул из городской суеты 22 grammlik qo'rg'oshin. в небольшую деревеньку Мосты. Ilmoliy tomonini rezinkani og'ziga bog'laymiz, qotiramiz. Tamam, qo'rg'oshinni Голубей, поохотиться на утку всерьез, порыбачить на пруду моих грез
Mana shu ko'rinishda sudak oviga borib sudak balig'ini ovlasa bo'ladi. Buni yana boshqa usullari bor. Kimga qulay bo'lsa o'sha usulni ishlab ko'radi. Oq rangi va bunaqa usullar ham tayyorladi mana. To'rxil ko'rinishda. Vaziyatga qarab galma-galni otib ko'ramiz. Qaysi biriga o'tishsa o'shanda ozgincha o'qilib to'xtab qo'yganda boshqasiga almashtiramiz.